Do'stlar, yana bitta material haqida gapirmoqchiman. Bu Evil kompaniyasi mahsuloti. Buni ular alifatika deyishadi. No, men ko'proq bu narsani o'sha suv основаниясida, asosida suv bor degan materiallardan bittasini deb bilaman. Ya'ni bu materialimiz bir komponentli material. Buni shunday olib turib, birdaniga xohlagan joyingizga surasiz. Buni yaxshi taraflaridan bittasi ultrafioletdan qo'rqmaydi. 2-3 sloy surib turib, bemalol o'zingizni xohlagan joyingizda izolyatsiya, gidroizolyatsiya qilib qo'yishingiz mumkin. Do'stlar, mana shu materialimiz. Buni yupqa qilib bir klyonkani ustiga surib bir obrazet sifatida foydalanganmiz. Mana ko'z ko'rib turibsiz, cho'ziluvchan material, egiluvchan. Eng qiziqarli tomonlaridan bittasi, buni asosida suv bor. Ya'ni buni suv bilan aralashtirib, ozgina qotib qolgan paytda yana buni aralashtirib bemalol surishingiz mumkin. Bu, ya'ni zax joylarda ham bemalol buni surishingiz mumkin. Poliuretan, epoksidka, barcha bu materiallarni обязательно albatta o'sha основаниясini quruq qilishingiz kerak. Agar quritmasa suradigan bo'lsangiz, ertaga uni ko'tarib olish mumkin. Bu materiallarni bemalol o'sha zaxro bo'lib turgan joylarda ham surishingiz mumkin, bemalol o'zini yaxshi ko'rsatadi. Mana shunaqangi chiroyli material.